O'zi nima uchun namoz o'qiymiz? Qur'oni Karimda Zariyat surasining 56-oyatida Alloh taolo shunday deydi: Men jin va insonlarni faqatgina menga ibodat qilishlari uchun yaratdim. Demak, bizning hayotimizdagi asl maqsadimiz Allohga ibodat qilish va uning buyurgan farzlarini ado etishdir. Tasavvur qilyapsiz, qiyomat kuni ona o'z bolasini tanimagan kunda eng birinchi bo'lib so'raladigan amal ham namozdir aslida. O'ylab ko'ring, sizga imtihon kuni aniq aytilmagan, lekin qaysi fandan imtihon bo'lishingiz ma'lum. Shunday bo'lsa ham tayyorgarlik ko'rmaslik qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Hadislarda kelganidek, namoz insonni gunohlardan poklaydi, baraka va rizq olib keladi, hayotingizni yengil va fayzli qiladi. Ammo kimki namoz o'qib keyin uni tark etsa, uning holati kofir bilan farq qilmasligi aytilgan. To'g'risi, bu juda ham ayanchli. Xo'sh, hozir nimani kutmoqdamiz? Mana ozgina bo'lsa ham namoz haqida bilib oldik. Endi uni boshlash yoki tashlab qo'yish sizning tanlovingiz.